Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizdan qarshi olamiz. Mahmud Qashqari qatorliq 3 nafar mashhur shaxsning Sharq Turkistondagi haykallari elib o'tilgan. Arab Birlashma Xalifaligi bevosita Dubaydan Isroilga Tel Avivga havo yo'li ochdi. Armeniyaning urush jinoyatiga munosabatli doklad e'lon qilinmoqchi. Sog'lomlik haqida. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asya radiosi yaqinda Chinchuango Uyg'ur madaniyatini yo'q qilayotgan bir mezgilda Uyg'ur tibobatiga simvol bo'layotgan haykalmi yo'q qilindi degan mazmundagi bir nomsiz uchurni topshirib olgan. Munosabatli surat qo'shib avatilgan yuqorqi yo'llanmadagi yepuchi bo'yicha mazkur haykal va tilga ilinmagan Sharq Turkistonning har qaysi o'rinlaridagi mashhur Uyg'ur tarixiy shaxslarining haykallarining bor yo'qligini aniqlashga kirishgan. Sun'iy hamroh surat xotiralarini tekshirib va selishtirib analiz qilish orqali dastlabki qadamda mazkur haykalni o'z ichiga olgan jami 3 o'rindagi haykalning yo'qligini bayqagan. Birinchi, Sharq Turkistonning markaziy shahri Urumchidagi Uyg'ur tibobat doktorxonasi qorosiga tiklangan milodidan burungi 4-asrda o'tgan mashhur Uyg'ur tibobat olimi G'oziboyning haykali. Sun'iy hamroh suratida g'oyib bo'lganlik aniq ko'rilgan vaqti 2018-yil 16 avgust. Ikkinchi, Qashqar shahriga yaqin qadimki yeza Opaldagi milodiy 11-asrda o'tgan mashhur Uyg'ur olimi Mahmud Qashqarining mozorliq bog'chisiga o'rnatilgan Mahmud Qashqari haykali. Sun'iy hamroh suratida g'oyib bo'lganlik aniq ko'rilgan vaqti 2019-yil 28 noyabr. Uchinchi, Qog'liq Noilik Uyg'ur tibobat doktorxonasi qorosiga tiklangan 19-asrning oxiri 20-asrning boshlarida yashagan mashhur Uyg'ur shoiri, tibobat olimi Husaynxon Tajallining haykali. Sun'iy hamroh suratida g'oyib bo'lganlik aniq ko'rilgan vaqti 2017-yil 8-iyul. G'oyib bo'lganlik aniqlangan bu 3 haykal ichida mashhur Uyg'ur ensiklopedik olimi Turk tilla divonining avtori Mahmud Qashqari haykalining elib o'tilganligiga alohida diqqat qilgan. Shundaqla Xitoy hukumatining bu qilmishini Uyg'ur madaniyat tarixiga qilingan yo'qotish xarakterlik madaniyat qirg'inchiligi deb qaragan. Mahmud Qashqarining g'oyib bo'lgan haykalini asos qilgan holda Xitoy hukumatining mashhur Uyg'ur olimlarining haykallarini ko'zdan yo'qotishning ich yuzini echishga tirishgan. Mahmud Qashqarining 11-asrda o'tgan mashhur Uyg'ur olimi. Shundaqla turkologiya sohasidagi selishtirma tilshunoslikning asoschisi ekanligida kimligini ilgari atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumat doiralari va Xitoy markaziy hukumati ko'p qatim muayyanlashtirgan edi. Uning giganit asri Turk tilla divonining hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nusxasi Xalq nashriyat tarafidan 1984-yil 1-qatim, 2008-yil 2-qatim nashr qilingan. G'oyib bo'lgan mazkur haykal dunyo bo'yicha tunji qatim tiklangan Mahmud Qashqarining haykali bo'lib hisoblandi. Qolgan yo'q qilingan 2 haykalmi Uyg'ur tarixida o'tgan mashhur Uyg'ur olimlar atab tiklangan haykallar bo'lib, Uyg'ur olimlaridan G'oziboy va Husaynxon Akbar Tajalli 2100 yildan ortiq tarixga ega Uyg'ur tibobat ilmining peshvolari va keyingilarga yetkazuvchilari. G'oziboy haqidagi manbalarda ko'rsatilishicha, milodiy 1200-yillari Hindistonda nashr qilingan Hadiqatul Aqalim, ya'ni har qaysi alla tazkirasi degan qomusda G'oziboy haqida mundaq ma'lumotlar yozilgan. Tarim yoyliqidagi G'oziboy qadimki Xotan doirasidagi nurg'un dorilarni yakunlab 312 moddalik bir dori qomus yozgan. Buningdan xabar topgan Yunonlik olim Aflatun o'z shogirdlarini uning oldiga avatgan. Ular necha ming xil o't-cho'p dorilarning tarim moddasining hamma yerini qoplaganligini hamda G'oziboyning qomusini ko'rib, uning ilmiga opirin o'qigan. Uning bu asrini oz deganda milodiydan 350 yillar ilgari yozilgan deb qarashga bo'ladi. Husaynxon Tajalli va uning atab tiklangan haykal haqida 2016-yil Xitoyda chiqadigan Xalq to'rining Uyg'urcha sahifasida maxsus xabar berilgan bo'lib, Qog'liq Noilik Uyg'ur tibobatchilik doktorxonasi 78 ming yuan mablag' sag'an. Haykaltarash Abaydullah Mahmud loyihalagan. Uyg'ur tibobatchiligidagi ulug' olim, shoir Tajallining haykali bu doktorxona qorasi ichida qad ko'tardi deyilgan. Xitoy hukumatining 2016-yildan boshlagan Sharq Turkistondagi masjid va mozorliqlarni cheqish to'lqini va shuningdan keyin cheqib tuzlangan minglagan masjidlar haqidagi dalil isbotlar o'zliksiz xabar qilinayotgan edi. Bu vaqtdagi eng dastlabki cho'ng hajmli doklad 2019-yil Uyg'ur kishilik huquq qurilish tarafidan e'lon qilingan bo'lsa, 2020-yil Avstraliya strategik tadqiqot instituti bu vaqtda yana bir cho'ng hajmli doklad e'lon qilgan. Mazkur 2 dokladda yaqinqi mezgilda Sharq Turkistonda cheqilgan va buzilgan masjid ham mozorliqlar sonining 15 minggacha yoki uningdan ko'pligiga o'tir qo'yilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Kanada, Angliya va Fransiya qatorliq davlatlar ko'plagan xalqaro cho'ng taratqular bu doklad va xabarlarni asos qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi madaniyat qirg'inchilik yurgizayotganligini o'tirib qo'yib kelmoqda. Mazkur haykallarning elib o'tilishi Xitoyning Uyg'ur kimligi va tarixini o'chirishidek madaniyat qirg'inchiligining yanada ilgarilab oshkorlanishi hisoblandi.
26 noyabr kuni Arab Birleşme Xalifaligining tunji aeroplani Dubaydan İsrailiyaning Tel Avivdagi Ben Gurion xalqaro aerodromiga qarab uchdi. İsrailiya taratqullarining xabariga qaraganda, İsrailiya bosh ministri Netanyahu aerodromga berib maxsus kutib olgan. Arab Birleşme Xalifaligi bilan İsrailiya Amerikaning yordami bilan munosabatini normallashtirib, 2 oydan keyin Arab Birleşme Xalifaligining arzon baholiq aviasiya shirkati Tel Avivga bevosita uchadigan tunji aviasiya liniyasini ochgan. Aviasiya shirkati mushu oyning 5ida Dubay bilan Tel Aviv o'rtasida kunda 2 navbatchi aeroplan qatnaydiganligini e'lon qilgan. Dubay aviasiya shirkatining bosh ijroiya amaldori bayonotida doimlik bevosita uchishning yo'li qo'yilishi ikki davlatning iqtisodiy taraqqiyotiga foydali. Texnik ko'p mablag' solish fursati yaratib, o'zaro manfaat yetkazamiz. Bevosita uchish mulozimatining boshlanishi bilan Arab Birleşme Xalifaligi, Indo-Okean, Iroq Sharq va Afrika qit'asiga kirish uchun texnik ko'p tanlashlar bo'ladi. Bu umumiy uchish vaqtini bir necha soat qisqartira oladi degan. Bu yil 20 oktyabr kuni Soda aeroplani bilan bir qancha bevosita uchadigan aeroplanni tamomlagandan keyin ikki davlat ikki taraf fuqarolari uchun vizasiz sayohat kelishimi hosil qilib, Arab Birleşme Xalifaligi Isroiliyaga vizasiz kirgan tunji arab davlatiga aylangan. Türkiye Cemiyet Gözetiş İdarəsinin xadimi Şərəf Malkoç, Ermeniya armiyasının Azərbaycandakı uruş cinayəti bayan qılınğan dokladını Türkiye və dünyadakı münasibətlik idare organları bilan Avropa İttifaqı dövlətləri parlamentlərinin kişilik hüquq komitetlərinə əvətidiganlığını bildirdi. O dokladını tayyorlash jarayonida Azərbaycanga berib Ermeniya armiyasining hujumlarida ziyon uchirgan aholi rayonlarini naq maydonda tekshirganligini eskartib, Ermeniyaning hujumida 94 fuqaroning jinidan ayrilganligini, 414 fuqaroning yaralanganligini bildirdi. O Azərbaycandakı tekshirishlarda hujumlarning ziyonkashligiga guvoh bo'lganliklarini bildirib, hujumlar natijasida jinidan ayrilgan kishilarning yaqinlari va yaralanganlar bilan so'zlashganligi, vayron bo'lgan maktablarni va uylarni ko'rganligi, ibodatxonalarning buzg'unchilik uchirganligi, muhitning vayron qilinganligi, cheklangan qurol yarog'larning qandoq ishlatilganligini ko'rganligini bu dokladda aniq bayon qilgan. 7 bo'limdan tarkib topgan dokladda Tog'liq Qarabog' masalasi, naqchayni tekshirish natijasida qo'lga kelgan bayqashlar, kishilik huquq nuqtasidan urushni baholash qatorliq temalarning barligi qayd qilingan. Ermeniyaning 10 noyabr urush to'xtatish ijro qilinib chekingandan keyin ishg'ol qilingan joylarning vayronchiliklarining o'tirg'i chiqqanligini qayd qilgan. Ermeniyaning oldingi hisobdan intayin yiroqlarda bo'lgan aholi rayonlarining hujum nishoni qilganligini eskartgan dokladda, Ermeniya armiyasi aholi rayonlariga miskat bombasiga o'xshash cheklangan qurollar bilan hujum qilib, fuqarolarning yashash huquqiga xiloflik qildi. Shundaqla xalqaro kishilik huquq qonuniy ramkasida urush jinoyati o'tkazdi degan ayblashlarmi bor. Boshqarilgan bu hujumga uchirgan joylarning fotograflari ko'z oldimizda tizilganda 3410 yurish bir qavatlik uy, 120 egiz qavatlik aholi binosi va 512 xususiy shirkatning buzg'unchilik uchirganligini ko'rib olib bo'ladi. Ota-onalar bolaning sog'lom yemaklik va uzoq mazgillik badan chiniqtirish odatini yetildirishga yordam qilib yetaklish kerak. Bolaning ilmiy yemak-ichmak odatini yetildirishga yordam berib, ota-ona va xabar oluvchilar bolalar sog'lomligidagi birinchi mas'ul kishi degan ideyani kuchaytirish kerak. Shuning bilan birga yaxshi oila kayfiyati yaratib, bolalarni sirtqa chiqib harakat qilishga va chiniqishga faol yetaklash bolalarning normal badan eg'irligini saqlashdagi muhim halqa hisoblandi. Ota-onalar va xabar oluvchilar badan eg'irlik eshib ketish, semizlikning ziyinini to'liq tunib, qarorlik holda bolalarning bo'y egizligi va badan eg'irligini o'lchab xotir qoldirishi hamda munosabatli o'lchamlarga asosan bolalar o'smirlarning o'sib yetilishiga baho berishi, zarur tepilganda kasbiy organlardan maslahat so'rashi, kasbiy xodimlarning yetakchiligida tadbir qo'llanib arilishish kerak. Semizlik garchi salomatlikka ziyonli bo'lsa-mu, lekin xato holda eg'irlikni tushirishning salomatlikka bo'lgan ziyiniga misal qarashga bo'lmaydi. Yaqinqi yillardan buyon badan eg'irligini yengiltish usullarida asosiy tomoq, to'van karbon suv birikmilik tomoqlar, keton hosil qiladigan tomoqlar va go'shtsiz tomoqlarni yemaslik umumlashdi. Bu bolalar va o'smirlarning o'riqlashiga nisbatan ilmiy emas. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, o'riqlashda aldiraqsonlik qilishga bo'lmaydi ekan. Birinchidan tadrijiy ilgirlash, ikkinchidan sog'lom turmush usulini uzoqgacha davomlashtirish, yeyish va harakat tangpuqligini saqlash kerak. Mana bu badan eg'irligi eshib ketish, semizlikni kontrol qilishning uzoq muddatlik tadbiri hisoblandi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.